Assalomu alaykum. Mani podpischiklarim. Bugungi o'chirimimiz shunday bo'ladi. Sizni aqlingizdagi insonni hayotida uchinchi shaxs bormi? Unga bo'lgan munosabati, like bosgan, podpiska bo'lgan obunachilarimning niyatini oldim. 3 ta variant bo'ladi. Aqlingizdagi insoningizni uchinchi kishisi bormi va unga bo'lgan munosabati. Birinchi variant, ikkinchi variantimiz va uchinchi variantimiz. Aqlingizdagi insonni uchinchi shaxs bormi? Bor bo'lsa unga bo'lgan munosabati. Birinchi variantdan boshladim. Aqlingizdagi insonni uchinchi shaxsi bormi deganda, unga bo'lgan munosabati deganda da bor. U munosabatda juda o'zini dadil his qiladi, o'zini qandaydir men shu aytganimni qiladigan insonman dedi, lekin u uzoqda, bu sizni oldingizda emas, ko'plaringiz sizlardan ancha uzoqda bo'ladi uchinchi shaxsi bor insonlar. U bilan munosabatiga keladigan bo'lsak, munosabatlari, отношениялari hali o'rtada sovuqlikda turibdi. O'rtada hali chiqib ketish, buzilish nimasi yo'q. Uchinchi shaxslarimizda gaplashayotgan aqlingizdagi insonni uchinchi shaxsi yonida emas, uzoqda, gaplashayotgan insoni bor. Ikkinchi variantni ko'ramiz. Uchinchi shaxs bilan bor, u orada janjallashib qolgan, undan yuzi ko'rgan bo'lishi mumkin deyapti. Chunki nega deganda, bu yerda jahli chiqqan, samimiy erkak, ma'yus erkak, u uchinchi shaxsni sevadi. Aqlingizdagi inson uchinchi shaxsga bo'lgan tuyg'ulari sof, unda mehr ko'rgan, uni ranjitganida o'zi afsusda, uchinchi shaxsdan voz kecha olmaydi. Istasa ham voz kecha olmaydi. Aqlingizdagi inson uchinchi shaxs bormi desa, u judayam ziyofatlarni xush ko'radigan inson, ziyofatlarni yoqtiradigan, xush ko'radigan inson, bazmlarni yoqtiradigan inson. Uchinchi shaxs bormi deganda, bazmlarni xush ko'rgan bilan uchinchi shaxsi bor insonlarning ancha farqi bor. Bu yerda ko'ryapmiz, o'tirishlar, ziyofatlar, ko'ngil xushliklar. Aqlingizdagi inson ko'ngil xushlik qilishni yoqtiradi. Uchinchi shaxsga qaraydi deb ayta olmayman, chunki ko'ngil xushlik qilganda baribir gapiradi, gap so'z bo'ladi, boshqa bo'ladi. U uchinchi shaxslar bilan aloqani mustahkam qilgani emas.